Choyxonani ertasi kuni. Kecha nima qilganingni bilasan? Ha? Esimda hammasi. Aytib ber-chi. Mana yaxshi bo'ldi choyxona ham. Gap zo'r bo'ldi. Ozgina ichkilik bo'ldi, lekin mayli. Taksi chaqirib bering nima o'rtoq? Yurma, o'zim tashab qo'yaman seni. Qanday bo'lar ekan? Zo'r bo'ladi, yur o'rtoq. Mana shunaqa bo'ldi-da. Yo'q, shunaqa qilding. Men senga aytib bering nima qilganingni. Voy, o'zim yura olaman. Yurasan, yurolmayapsan, taksi chaqiraman. Taksi? Mana taksi, olib borib tashlaysanmi? Ochingni. Voy, nima deyapsan? Voy, isho, men seni yaxshi ko'raman. Voy, sevaman. Xiyonat qilmaganman men senga. Bor joningizni hisob chiq. Nima? Magazinga ham ochib chiqaman. Nilu bilan gaplashayotganing xotining biladimi? Balanda, tamda, hayotda chiganda, kerak yo'q ekan. Menga qara, mana shularni maktab payti rasm ishlar deysingmi? Mashta to'xta. Sen maktab 3-sinfda onamdan so'kkansan, tushib bergan. Hash. Ko'cha sovuq ekan, keyin urishamiz, hayda. Chim, adam. Alo. Qobil aka o'g'li sigaret chekanu. O'rtog'imni tashab qo'yapti. Mana shunaqa bo'ldi asl. Shunaqa bo'ldimi? Ha? To'xta.